Tungi soat 2da makiyajimizni birgalikda o'chiramiz. Qani ketdik. Buning uchun bizga koreyskiy Ayseul seriyasidan mana shunaqa yog'li gidrofilniy maslasi yordamga keladi. Bu yuzingizni shunaqangi zo'r makiyajini o'chirib berish bilan birgalikda yuzingizni sразу namlantirib beradi. Nimaga Koreyaning qizlari yosh va chiroyli ko'rinishini bilgan bo'lsangiz kerak. Har doim mana shunaqa mahsulotlardan foydalanganligi uchun yosh ko'rinishadi. Bizning kompaniyamiz ham, Fabrika kompaniyasi ham aynan Koreyaning mashhur Ayseul kompaniyasi bilan birgalikda hamkorlikda ish olib boradi va bizning kompaniyamizda ham koreyskiy mahsulotlarni ko'rishingiz mumkin. Bu mahsulotni ishlatish uchun oldin yuzingizni ho'llab, namlab olasiz. Namlab olgandan so'ng bundan 4-5 tomchi siqib chiqarasiz va keyin men buni aynan mana shu mahsulot bilan birgalikda tozalayman. Bu legendarniy kislorod penkasi, Fabrika kompaniyasining kislorodli penkasi. Bu nafaqat yuzingizni zo'r tozalab berish bilan birgalikda sразу terini namlantirib, o'sha paytning o'zida teringizni tortishga ham, ajinlarni tortishga ham yordam beradi. Va yuzingizni kislorod bilan to'yintirganligi uchun kremni yanayam zo'r teriga singib, sразу effekt berishiga yordam beradi. Ikkalasini birgalikda ishlatib terimni tozalayman. Вообще super natija bo'ladi. Mana zo'r ko'piradi. Endi esa yuzlarimizni tozalab olamiz. Albatta yuzni tozalaganda bo'yin bilan birgalikda tozalash kerak. Bo'yinlarga ham uhud berish kerak yuz va bo'yin. Bu albatta ko'rinadigan joy bo'lganligi uchun yuz bilan bo'yinga bir xilda uhud berish kerak. Ayniqsa yoshingiz 40 dan oshgandan so'ng bo'yinga tezlikda ajin tushishni boshlaydi. Mana makiyajni sразу o'chirib berdi. Oppoq bo'lib ko'pirdi, mana ko'rib turganingizdek. Endi buni yuvib olamiz. Yuzimizni yuvib bo'ldik. Umuman mana yuzimizda makiyajning o'zi qolgani ham yo'q. Endi yuzimizga krem surtish uchun toner bilan yuzimizni tozalab olamiz. Toner bu kremni yanayam teriga tezroq singishiga yordam beradi va o'sha yuzni yuvgandagi qoldiqlarni yaxshilab tozalab olishga yordam beradi. Yuzimizni tozalab bo'lgandan so'ng, yuz va bo'yinni tozalab bo'lgandan so'ng esa maxsus aynan mana shu legendarniy kislorod penkasini maxsus spreyidan, yuzni qayta tiklovchi spreyidan foydalanamiz. Bu yuzingizga shunaqangi zo'r ta'sir qiladi. Kremni zo'r o'sha singishiga va o'lgan hujayralarni qayta tiklab berishga va yuzingizni yanayam yosh ko'rinishiga, hattoki makiyajni ham zo'r ushlab berishga yordam beradi. Men buni hozir kremdan oldin ishlatib olman. Buni makiyaj qilib bo'lgandan so'ng ham foydalansanglar bo'ladi. Yuzimizga sepib olamiz. Вообще, hidiga endi вообще gap bo'lishi mumkin emas. Endi esa kollagenning maxsus kremlaridan surib olamiz. Qo'limda kunduzgisi ekan. Hozir kechki kremlar nочной va kechki kremlari bo'ladi.
Ko'pchilik so'rashadi, "Nega sizning yuzingizda ajinlar yo'q?" deb. Bu bitta mahsulot bilan tekis bo'ladigan natija emas. Albatta, bu bilan birgalikda man kollagenni kremi bilan birgalikda kollagenning ichimliklaridan ham ichaman. Mana yuzimizga bir xil tekislikda surib oldik. Ko'rdinglarmi? Sirasi вообще zo'r natija. Endi esa bo'yin uchun maxsus kremi bor. Bu kollagenni naborida bo'lmaganligi uchun man aynan Garderika seriyasidan foydalanyapman. Bo'yin uchun maxsus kremi. Bu terini tortib berishga va bo'yinni silliq, tarang bo'lib, xuddi o'sha yosh qizlarnikidek qilib berishga yordam beradi. Mana kechki uxudimizni ham birgalikda qilib oldik. Yana bitta narsani aytish esimdan chiqibdi. Bu aktivniy kremi Expert seriyasidan. Bu o'sha yuzdagi sepkillarni, mani yuzimda sepkil bo'lganligi uchun har doim ishlataman bo'lsa, yuzdagi sepkillarni ochartirishga, yo'q qilishga yordam beradi. Kollagen kremidan so'ng buni ham surib yotaman. Ertalabki esa yuzingiz shunaqangi zo'r mayin bo'lib, teringiz tortilganini, ajinlaringiz yo'q bo'layotganini his qilib, o'zingiz maza qilib ketasiz. Albatta, kunduzgi kuni kunduzgi uxudni qilishingizni tavsiya beraman. Uni ham sizlarga o'zim video qilib ko'rsatib beraman. Mana bir xillikda surib oldik. Natija zo'r. Agar sizlarni ham yuzingiz shunaqangi silliq, tortilib, mayin bo'lib, ajinlaringiz yo'q bo'lishini xohlasanglar, menga murojaat qilinglar. Mahsulotlarni qanday olish mumkinligini ko'rsatib beraman.